Abdulloni hech narsasi yo'q paytiga ham bilardi. Hozir ham bilaman-da. O'sha paytdan beri Zaka ukamiz Rahmat. telefon qilishga uyalganda, sinfdoshimga uyalgan. Bitta hozir jo'ram ukam keladi, qarindoshim. Shu bolani puli yo'q, shu bolaga sharik beringlar. Keyin pulini olib kelib beradi. Shu Abdulla olib kelmasa, men javobgarman degandim. Qarzga sharik olganman birinchi bo'lib. Abdulla kelgan 2014-yil. oyog'ida tapchiga. Juda oddiy-da. Endi naqa, xafa bo'lmaysizlar. Shunday. Bor narsa. Keyin bitta jo'ralari bor edi. Hozir alohida ishlayapti. Mehroj. Mehrojmi Shahzod? Shahboz. Kirganlar. Keyin ko'rishdik. Keyin aytdiki, bo'ldi. Keyin dedim, endi jo'ramlik uchun bo'ldi, beramiz. Olib bordilar sharni, pulni olib keldilar. Shu bilan Abdulla o'zi shaharga kelib, shar olib ketadilar bizlardan. Afarmindan boshlaganman aka. O'sha paytda kirib, endi pullari yo'q edi-da, o'sha paytda kelib. Pulim yo'q edi. Man olgan. Keyin esimda bor 2022-yil Abdulla katta tug'ilgan kun kunlar hammani oldiga mana shu gapni aytdilar keyin. Shu akam menga shunaqa yordam qilgan. Tug'ilgan kunlarda hamma yaqin insonlarning oldiga aytganlar. Endi bor narsani aytish kerak. Yo'q, endi o'sha paytda shu uchun mana Abdulloni taniganimga agar 13 bo'lsa 12 yil yaqinda 13 yil bo'ladi. Men Abdulloni hech narsasi yo'q paytiga ham bilardi. Hozir ham bilaman-da. O'sha paytdan beri Zaka ukamiz. Rahmat. Sharif akam shu hozir aytib beryapti 2014-yildan beri biz tanishmiz. Hozir aytib beryapti haqiqatan noldan boshlagan davrlarimizdan akam qo'llab-quvvatlaganlar. O'sha vaqtda uchun kansellarskilar hozir ham bor kansellarskilari. Konstav sotadilar, uch optim sotadilar. Shu sharikka borardim. Sharik afarmini qilasdi. Pulim yo'q edi, shar sotib olishga. Asosli pulim yo'q, shar sotib olishga. Endi 15 ming so'mmi, 20 ming so'm pachkasi. U 200 ming so'm bo'ladi. Agar 10 pachka sotib olsam 200 ming so'm bo'ladi. Yo'q shu pul menda. Qarzga olib, borib ishni qilib odamlarning ishini pul olib kelib qarzimni uzardim. Rahmat. Mana shunaqa davrlardan o'tganmiz.